Assalomu alaykum akalar. Bugun 6-may 2026-yil. Namanganning Noriniga katolik qizibga berdik. 30 kilovatli katolimizni dastlabga berdik. Xonadonga qo'yiladi. Necha kvadratga qo'yasiz aka? 200. 200 kvadratga mo'ljallangan katolimizni Namanganning Noriniga yetkazib berdik. Qat deyiladi bu Norin? Norin to'da. Norin to'da. Kimga shunaqa katollar zarur bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilishlari mumkin. Dastlabkisi ichida yetkazib beramiz inshaalloh.